Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga bugun o'zimga yangilik bo'lgan ishlayotgan joyim haqida obzor qilmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerimiz plyonkalarimiz. Bu yerda ham o'sha abo ishlari olib ketilmoqda. Bu mehmonxonamiz. Bu yerga xudo xohlasa televizor postavka jomoni bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin bu yoqlar. Ramkalar aylantirib chiqqanmiz va patologimiz bu yer qora aboy bo'ladi, endi keladi. Bu yerimiz natijnoy bo'ladi, tayyor bo'lsa ekan hali. Hatay bu xonalarimiz. Masalan, akalarimiz qo'yib tashabdi. Kesib tashlaymiz bu yerlarni, xafa bo'lmaysizlar. Bu yerimiz koridor hisobida lodning zal deb deyishimiz ham mumkin. Bu yerga televizor qo'yiladi. Bu xonamiz skromniy, yengil, однотомный chiqqan xonalardan bittasi. Detskiy. Bu yerimiz esa spalniy zalimiz. Xudo xohlasa bu yerga ham tagiga postavka qilib, televizor postavkalar qilib o'rnatishimiz kerak. Bu yerlar natijnoy bo'lishi kerak. Hali tayyor emas ekan. Bu yerimiz hammom, sanzel. Xudo xohlasa endi boshlanadi bu yerlar. Aboy qo'ygan yaxshi deb o'ylaysizlarmi yo atachintomi? Obzor qalay chiqdi, aytinglar. Boshlanishiga birinchisi.